Mani ismim Umida Mirzakarimova. Hozirgi kunda Britaniya universiteti bilan o'sha yerda ishlayman, zavxoz bo'lib ishlayman. Bu sinfda yoshligidan endi uncha bola kuzatmaganmiz. Endi mana o'smir paytda mana bolalardan sal ortda qoldi bu o'sishi. Keyin shu g'ichirlab yotardi, tishi ko'p g'ichirlab, og'izdan hidlanish bo'lardi. Shahram bor-ku, bokschimiz. Juda ham muxlisman o'sha bolani. O'zim shaxsan hamma bokslarni kuzatib boraman. O'zim muxlisligim uchun shu bolani ko'p kuzatardim. Keyin birdan shu Vitavay anaqasini reklama qilib qoldi. Menga yoqdi, shuning uchun bolamga oldim. Natijalari yaxshi, o'zgarishlar hali bir oy bo'lmadi, lekin natijalar yaxshi. G'ichirlatishlar yo'q bo'ldi. Og'izda hidlanishlar kamaydi. Ancha o'zgarish bor bolamda. O'zimni bir ikkita nimalarim ham bor-da, singillarim bolalari, ularga ham tavsiya qilganman. Xudo xolasa ular ham bizga qarab turishdi-da. Menimcha ular ham zakaz qiladi, chunki haqiqatan mahsulotda anaqasini ko'rishyapti ular ham. Men tavsiya qilaman shu Vitavay mahsulotini ichishini, chunki anaqa yaxshi ekan. Immunitetni ham ko'tarar ekan. Menimcha ishtahalari ham yaxshi bo'ldi-da. Immunitetini ko'tardimi? Menimcha shundan, chunki biz boshqa mahsulot umuman ichmaymiz, doktorlarga bormaymiz. Yosh paytda borib ko'rganmiz-da, lekin faqat hozir shu mahsulotga qaratganmiz. Shu mahsulotdan menimcha effekt bo'lyapti.